Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Mana Sariosiyo Gazzabuloqqa bugun sovuqdan keyin mana ikkinchi kuni ishlayapmiz. Mana kecha ham 2 reys jo'natdik. Dashdan o'tgan mana bugun ham hozir yana 1 reys 500 ta jo'natyapmiz. Rushni orttirib, dastavkasi ichida mana 20 mingdan qidiryapmiz. 20 likda. Mana bu yerda 12 bor, 10 lik bor, hamma razmerlardan bor. Eğer kimda qurilish boshlagan bo'lsa, bizda bemalol murojaat qilsangiz kelishtirib dastavkasi ichida yoki texnikangiz bo'lsa, shunday ham kelishib qilib olamiz. Sertifikatlarimiz, hamma narsa bor. Bu ishlarimiz hammasi gazda pishadi. Quyoshda emas, ustiga plyonka tashlab pishirmaymiz biz. Kesadigan aparatimiz shunaqa stanok o'zi kesadi, qo'lda kesilmaydi bilan. Yoki qolipga qo'yilib, qiyshiq qilib qolipdan chiqarilmaydi, bu stanokda kesiladi, apparatda kesiladi. Shuning uchun agar zakazlar bo'lsa, bemalol hamma razmerimizdan bor. Xohlasangiz mana manipulyatorimiz bor, manipulyator bilan jo'natamiz, strich qilib. Paddoni bilan xohlasangiz mana shunday ruchniy orttiramiz. Bemalol zakaz berishlaringiz mumkin. Mana 12 liklarimiz bor bu yerda. Mana bular 20 liklar. Zakaz bo'lsa bemalol. İşlerimiz bemalol, ancha ishlarimiz bor. Qanaqa zakaz bo'lsa, perseniya bo'lsa ham, plastik bo'lsa ham bemalol naqdga ham beraveramiz. Sog' bilan, salomat bilan qurilish bo'ladigan bo'lsa bemalol aytingizlar. Kelishtirib beramiz, aksiya qilib beramiz.